Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun seshanba. Tuvandagi xabarlarimizning tafsilotida bo'lsin. Faiz Torning 7 maydagi xabarda bildirilishicha, Bayden hukumatining 2022 yil 6 oyda yo'l qo'ygan majburiy emgakning oldini olish qonuniga xilof shirkat ilib berayotgan Sharq Turkiston rayonidagi majburiy emgak chidishliq qor tizimiga kirgan Xitoy korxonalarining soni hozir qadar 65 ga yetgan bo'lib, Amerika hukumatining jazo tizimiga qo'shilgan Xitoy shirkat va korxonalarining soni davomli oshmoqda ekan. Sharq Shimol Universiteti ta'minlash zanjirini boshqarish yordamchi professori Shavon Bimani apandi Sharq Shimol Universiteti ta'minlash zanjirini izqo'g'lash projekti nomli sun'iy aql va to'sh ma'lumotlari shundaqla naq maydon tekshirishlariga tayanib majburiy emgakning xalqaro savdo bilan bo'lgan bog'lanishligini tepib chiqadigan raqamli supaga yetakchilik qiladi. Uning deyishicha, Xitoydagi paxtaning 90% Sharq Turkistonda o'stirildi ekan. Kun taxta va elektronlik mahsulotlar qatorliq boshqa kasblarmi Uyg'ur kishilik huquq dafsanachiligiga chedishlik ekan. Shavon Bimani apandim yaqinda Sharq Shimol xalqaro xabarning ziyoratini qabul qilib, Amerika hukumati majburiy emgakni o'z ichiga olgan bu kishilik huquq dafsanachiligining yuz berayotganligini qanday biladi degan savolga javob berib, bizda ziyankesh kuchurg'uchilarning guvohligi bor. Bu rayonda kelgan kishilar yuz berayotgan vahshiylikni va bostirishni guvohlik bilan ta'minlaydi. Bu faqat majburiy emgak bilan cheklanmaydi. Bundan boshqa biz Xitoydan Amerika va boshqa g'arb bozorlariga to'shilgan mallarni izqo'g'lab tekshirib isbot to'playmiz. Bizning Sharq Shimol Universiteti ta'minlash zanjirini izqo'g'lash projektining dastlabki bosqichi sifatida Xitoydagi zavodlardan Amerikaga to'shilgan mallarning Sharq Turkistondagi majburiy emgak bilan aloqasi bor yo'qligini bizda bor bo'lgan uchurlarga bog'lab izqo'g'lab tekshiramiz. Bizning zo'riy berishimiz bilan dunyoning har qaysi joylarida majburiy emgak bilan ishlab chiqargan mahsulotlarni sotib oladigan shirkatlarni supimizda aniqlab chiqadigan bo'ladi. Biz dengiz transporti va boshqa yo'llar bilan to'shilgan mallarning to'shish xotirasini tekshiramiz. Biz yana Xitoy ichidagi zavodlarda olib berilgan tekshirishlarga qaraymiz. Bu yerda ularning materiallarining nerdan kelganligi, ularning xaridorining kim ekanligi to'g'risidagi ma'lumotlarni izqo'g'lab tekshiramiz degan. Shavon Bimani apandim oxirida Xitoydan kelgan paxtaning taxminan 90% Sharq Turkistonda majburiy emgak orqali ishlab chiqarilganligini, yana Xitoy eksport qilgan har qanday paxtaning ichida Sharq Turkiston paxtasining bor bo'lish ehtimolligi 90% ketadiganligini, kun taxt sanoati va boshqa elektron mahsulotlari sohasining kishilik huquq dafsanachiligi bilan bulg'angan kasblar ekanligini tilga o'tgan. Real Clear Politics taratqusining 24 maydagi xabarda ko'rsatilishicha, Amerikaning Arizona shtat boshlig'i Kate Hobbs yaqinda Xitoy tarafidan tutilgan osonlik millat va e'tiqodli xalqlarni nishon qilgan Xitoyning dahshatli majburiy organ atkazchiligini cheklashni maqsad qilgan qonun loyihasini veto qilgan. Bultur Amerikadagi Texas, Utah va Idaho shtatlari Xitoyning organ atkazchiligini cheklash qonuniga o'xshash qonunlarni ma'qullagandan keyin Missouri, Ohio va Shimoliy Karolina shtatining qonun chiqarish organlari mushuning o'xshash tadbirlarni o'ylashayotgan bir paytda Amerikaning Arizona shtat boshlig'i Kate Hobbsning 16 apraldagi Xitoyning organ atkazchilik savdosini cheklash qonunini rad qilishi qonun chiqarish organlari va kishilik huquq tashabbuschilarining noroziligini qo'zg'agan. Xalqaro kishilik huquq mutaxassislarining so'ziga qaraganda, Xitoy hukumati necha 10 yildan buyon ishki organ i'onasi bahonasi bilan tutqundagi mahbuslarning a'zolarini yig'ayotganligini, Xitoyning yaqin 20 yilda organ savdosining yiliga 1 milliard dollarlik qimmat yaratib, har yili taxminan 25 mingdan 50 minggacha kishining ishki organ uchun o'ldirilayotganligi, asosliq ziyankesh kuchurg'uchilarning e'tiqodli osonliklar va siyosiy o'qituvchilar ekanligi taxmin qilinmoqda ekan. Boshqa tadqiqotlarda isbotlanishicha, Xitoy doiralari majburiy emgak lagerlaridagi mahbuslarga qaysi mahbuslarning a'zo yig'ishga mos kelganligini aniqlagan. 2019 yil Angliyada ochilgan mustaqil Xitoy sotimi Xitoy organ atkazchilarining o'lim jazosi ijro qilinadigan mahbuslarning organlarini yig'ayotganligini, bu insoniyatga qarshi jinoyat shakllantiradiganligini bildirgan. Yana 2005 yildagi bir dokladda deyilishicha, Xitoyning eng yuqori darajalik a'zo ko'chirish doktori va ayni vaqtdagi Xitoy davlatining muavin sahiya ministri Xitoydagi barliq ishki organ ko'chirish operatsiyasida ishlatilgan a'zolarning taxminan 95%ning o'ldirilgan mahbuslardan kelganligini e'tirof qilgan. Lantos kishilik huquq fondi jamiyatining raisi, yilda bir o'tkazilgan xalqaro diniy erkinlik boshliqlar yig'inining birlashma raisi Katrina Lantos Amerikaning Xitoyning organ atkazchiligini cheklash qonunini ma'qullaganligini maqtab, ziyankesh kuchurg'uchilarning ko'pinchisining e'tiqodli millatlar va siyosiy o'qituvchilar ekanligini bilamiz. Echinishli xiri shuki, manfaatlanuvchilar odatda boy bemorlar bo'lib, ular balkim bu qonunsiz qilmishning tafsilotlarini bilmasligi mumkin degan. U yana Arizonaliklar Xitoyning qotillik qilmishiga qarshi turishdagi asosiy majburiyatini ado qilmadi. Xitoy tarafidan tutilgan osonlik millat va e'tiqodli xalqlarni nishon qilgan Xitoyning dahshatli organ atkazchiligini cheklashni maqsad qilgan qonun loyihasini rad qilishi nomussizlikdir degan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.